Shu shurpayor naborni sizga tekinga beraveramiz. Faqatgina shu videomizga bittadan like bosib turib, kommentariyaga o'tib, omad so'zini yozib, bizning do'konimizdan 15-fevralgacha ko'rib turgan mini traktorlar uchun hamda motobloklar uchun jatkalarda kelib xarid qiladigan bo'lsangiz, narxlarini eng arzon, sutdagi narxlarda hisoblab chiqazib beramiz. Narxidan tashqari shurpayor nabor bonus sifatida sizlar uchun qo'shib beriladi akalar. Xo'p, 2026-yilda motoblok hamda mini traktorlar uchun jatka narxlari qanaqa bo'lyapti degan akalarimiz uchun video davomida to'liq obzorlan qilib narxlari bilan yoritib beramiz. Manzilimiz Marg'ilonda akalar, hokimiyati to'g'risi joylashgan agrotexnikalar do'koni bo'ladi. Dastavka xizmatlari kelishilgan holatda butun O'zbekiston bo'ylab qilib beramiz. Xo'p, oldida turgan jatkamiz 120 lik 9 otquchidan 17 otquchigacha salalikali hamda benzinli motobloklarimiz uchun mo'ljallangan bo'ladi akalar. Xo'p, bu universalniy variantda. Buni akalar prostoy variantlari ham mavjud. Bu universalniy eng original o'rim uchun mo'ljallangan varianti. Chirmashgan, yotgan akalar bir-biriga ustiga chiqqan bedalarni ham, o'tlarni ham bemalol o'rib ketish uchun mo'ljallangan. Parraklariga bitta e'tibor berasizlar. 2 parrayli akalar, katta yo'g'on parraylar bilan jihozlangan Reper brendidan akalar. Mana ma'lumotlarni ham bemalol o'qib olishingiz mumkin. Sifatlari juda ham zo'r. Hajmi 120 bo'ladi akalar. Bitta olib ketganda 2 qator, 2,5 qator joyda olib ketish uchun mo'ljallangan. Yonboshda ham vertikalli pichoqlari qo'yilgan. Har bitta pichoqlariga pechat urilgan original variantidan akalar. Xo'p, motoblogimizni qishloq xo'jaliklariga bemalol moslash ishlatsangiz ham bo'laveradi. Jatkamizning reduktor qismlari ham juda ham sifatli, katta reduktorlar bilan jihozlangan. Undan tashqari tepa tomoniga ham bemalol sep chiqazib ishlatishingiz mumkin akalar. Sifatlari juda ham zo'r. Yonboshi shesterna qismlari ham juda ham original variantidan qilib ishlangan. Keyin ko'p joyda buni prostoy variantini ham, pichog'i oddiy variantini ham sotishyapti akalar. Biz sizlarga original sifatli variantini tavsiya qilamiz. Narxi kimga qiziq bo'ladigan bo'lsa akalar, xo'p, $630 butun O'zbekiston bo'ylab dastavka xizmatlari kelishilgan holatda bor. Like, komment bosib keladigan obunachilarim uchun alohida bonuslarimiz bor. Pastdagi raqamlarga aloqaga chiqib bo'laverasizlar. Endi 304, 254, 504 katta turdagi 3 portion, 4 portion mini traktorlarimiz uchun 160 lik jatkalarimizdan ham yetib kelgan. Hajmida farqini ko'rishingiz mumkin. Bu 120 lik varianti, bu 160 lik katta variantidan bo'ladi. Xo'p, parragi buniki oldi birinchi qatori bilan 6 qator parraylar bilan jihozlangan, ko'rishingiz mumkin. 2 parrayli bo'lgani hisobiga sizlarga mayda o't yoki qalin o't bo'ladigan bo'lsa ham yonboshga o'rib turib chiqazib berish osonroq bo'ladi akalar. E'tibor berishingiz mumkin. Mana xo'p, yonboshda pichog'i 120 lik. Xohlasanglar bu pichoqni olib tashlab turib ishlatsangiz ham bo'laveradi. Xohlasanglar tursa ham bo'laveradi. Tursa ham ziyoni yo'q. Bir-birining ustiga chiqqan bedalarda bemalol o'rib ketish uchun mo'ljallangan. Tepa tomoniga ham sep qadalgan. Jami sepi 1, 2, 3 4 qatorli seplar bilan jihozlangan bo'ladi. Orqa qismlari ko'rishingiz mumkin. Buni traktorimizga usturovka qilish uchun o'zida von mexanizmlari, ключ, hamma yo'g'i volgikalarigacha komplekt holatda bu jatkamizda chiqadi, komplekt holatda. Buni olganingdan keyin alohida narsa olishlik shart emas, o'zining komplektasi hamma narsa bo'ladi. Bunda ham hamma narsasi komplekt holatda bo'ladi akalar. Narxi akalar $1300 ga ko'rishingiz mumkin. 160 lik jatkamizni qilib beramiz. Dastavka xizmatlari kelishilgan holatda butun O'zbekiston bo'ylab bor. Bemalol aloqaga chiqib bog'lansanglar, to'liqroq ma'lumotlarini bemalol so'rab olishingiz mumkin. Manzil aytganimdek Marg'ilonda, hokimiyati to'g'risida telefon qilib bog'lanasizlar. To'liqroq ma'lumotlarini telefon qiladigan bo'lsangiz beramiz. Hozircha yangilarimiz shular.